Emirabad Avtosavdoning hurmatli obunaçıları, assalomu alaykum. Bugun e'tiboringizga Matiz mashinani reklam etib o'tamiz. Matizimiz 2017-yilda ishlab chiqilgan do'stlar. E'tibor berasizlar. Matiz idealniy состоянияda. Idealniy. Bir damcham kraskasi yo'q. 100% kraskalar родной do'stlar. Germetiklarni tushunadi bunu. E'tibor bering. Metan gazlari bor. Linoleum poliklari bor. Chexol yo'q. O'zini роднойda turibdi. Ajoyib turibdi. Chexol qo'ydirsangiz ham bo'ladi, o'zingizda desangizlar ham bo'ladi do'stlar. Do'stlar, mashinamiz 124 ming kilometr yurib turibdi. Kitoblar nadim bu mashina do'stlar. 65lik metan gazlari bor. Motorlarına kulish teggan emas. Çok idealdir. 4 tane toza balon qo'yilgan mashina do'stlar. Matiz'in zo'rini minaman degan do'stlarimizga tarqatib qo'yasizlar videoni do'stlar. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqilgan, bir damchi kraskasi yo'q, 1000 so'mlik ham rasxoti yo'q. Motorunda boshqa yerlarida do'stlar. Mashinamizni sizdan olib haydashlaringiz uchun 50 million deb qo'ydik. Ustunda kelishib chiroyli savdolashib beramiz do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelaverasiz. Emirabad Avtosavdo mashinalarimiz ko'p do'stlar. Xizmatdamiz. Cobalt Tissam, Gentra, Spark, liboy turdagi mashinalarimizdan bor. Profilda, Instagram, YouTube kanallarımızda nömerlerimiz var. Bemalol telefon qilib ma'lumotlarni so'rab olishlaringiz mumkin. Mashinalarimiz bo'lsa, borib ham olib ketamiz. Naqd pula telefon bachsangiz, shunday mashin bor desangiz, olib ketingizlar ham bank, barter, liboy variantlarni ishlab beramiz do'stlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' olasizlar, salomat olasizlar. Emirabad Avtosavdoga kelaverasizlar do'stlar.